Bugungi kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan texnikumlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor ta'lim tizimida muhim o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Bu islohotlar Yangiobod tuman texnikumi faoliyatida ham yaqqol namoyon bo'lib, muassasa zamon talablariga mos, raqobatbardosh kadrlar tayyorlayotgan ta'lim maskaniga aylanmoqda. Texnikumda o'quv jarayoni ta'lim, amaliyot, ishlab chiqarish tamoyili asosida yo'lga qo'yilib, o'quvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Zamonaviy o'quv xonalari, amaliy mashg'ulotlar va ustoz-shogird an'analari o'quvchilar kelajagi uchun mustahkam poydevor yaratmoqda. Men Yangiobod tuman texnikumining raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi yo'nalishida o'qiyman. Bizga bu yerda raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi va web content administratorligi kvalifikatsiyalari bo'yicha mutaxassislik beriladi. Men Orziqulova Dildora Yangiobod tuman texnikumida tikuvchilik yo'nalishining dual ta'lim shaklida tahsil olyapman. Ya'ni biz tushgacha nazariy bilimlarni o'zlashtirib, tushdan keyin bu bilimlarni amaliyotda sinash imkoniyatiga egamiz. Men Jamoliddinov Jaloliddin Yangiobod tuman texnikumida avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish va ta'minlash yo'nalishida o'qiyman. Bu yo'nalishda o'qishimiz uchun barcha shart va sharoitlar mavjud. Masalan, o'quv avtomobili, avtomobil maketlari, avtomobil tinajoli va ko'rgazmali maketlar mavjud. Men Yangiobod tumani texnikumida payvandlovchi yo'nalishida o'qiyman. Bu yerda bizga elektrogaz payvandlash ishlari va plastik quvurlar payvandlash ishlari o'rgatiladi. Men G'aybillayeva Shahnoza hozirda Yangiobod tuman texnikumi avtomobillarni ta'mirlash va ularga texnik servis xizmat ko'rsatish guruhida tahsil olyapman. Hozirda men o'z jamoam bilan kasbiy ta'lim tashkilotlari o'rtasida o'tkazilgan Zakovat intellektual turnirida viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdik va respublika bosqichida munosib ishtirok etdik. Bundan tashqari men o'z jamoam bilan ekologiya uchun o'tkazilgan Siz ekologiyaga oid qonunlarni bilasizmi ko'rik-tanlovida Jizzax viloyatida birinchi o'rinni oldik va respublika bosqichi uchun Xorazmga safar qildik. Bu safar biz uchun unutilmas xotiralarni qoldirdi. Yangiobod tuman texnikumi o'quvchilari bu maskanda kasb egallash bilan bir qatorda tuman texnikumi qoshida ochilgan Nodirbegim o'quv markazida tahsil olishlari mumkin. Bu markazda o'quvchilar barcha umumta'lim fanlari hamda xorijiy tillar bo'yicha yetuk mutaxassislardan tahsil olib, oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Hello everyone, I'm Zunuza, 17 years old. I have been studying Yangiobod Technical School. There are many languages courses at the technical school. For example, Turkish, English and Korean courses. I attended English course and I received certificates. Merhaba arkadaşlar, sizlere benden selamlıklar. Ben buradaki teknikumda okuyorum. Ben buradaki teknikumda IT yönünde okuyorum ve meslekler öğreniyorum. Bu meslekler deneyimli öğretmenler tarafından yapılır. Ben yabancı dil kalitesinde Türk dilini öğreniyorum. Burası siz için yabancı dil öğrenmek isterseniz burası en doğru ve şanslı bir texnikumdur. Men Abduvalieva Zahro Yangiobod tuman texnikumining tikuvchilik yo'nalishida tahsil olaman. Shu bilan birgalikda o'quvchilar yotoqxonasida turaman. Bu yerda o'quvchilar uchun hamma qulay shart-sharoitlar mavjud. Ya'ni bu yerda issiqlik tizimi, keng va yorug' xonalar, zamonaviy jihozlangan oshxonalar, yuvinish xonalari mavjud. Bugungi kunda Jizzax viloyati Yangiobod tumani texnikumida tahsil olgan ko'plab talabalar o'z mutaxassisligi bo'yicha faoliyat yuritib kelmoqda. Texnikumda berilgan nazariy bilimlar va amaliy mashg'ulotlar ularning mehnat bozorida o'z o'rnini topishiga katta yordam beradi. Hozirda bitiruvchilarimiz tikuvchilik, avtomobillarni ta'mirlash, texnik servis
va boshqa yo'nalishlarda korxona va tashkilotlarda samarali ishlamoqda. Ular o'z kasbini puxta egallagan, mas'uliyatli va tashabbuskor yosh mutaxassislar sifatida e'tirof etilmoqda.